12 bab. Mujohidlar bilan hamkorlashish, ularning xizmatida bo'lish va ularga yordam qilishning fazilati. Sahil ibn Hanif radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki Alloh yo'lidagi bir mujohid yoki bir g'ozining qiyinchiligiga yordam bersa va yoki ma'lum miqdor pul badliga ozod bo'ladigan qulning qarzida yordam bersa, hech bir soyi yo'q kunda Allah uni o'z soyasida soyitadi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Shuning uchun Allah yo'lidagi mujohidga bir qamchini tayyorlab berishim men uchun farz hajdan keyin qilingan nafli hajdan suyumlikdir. Abu Umama Bahili radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Sadiqlarning eng afzali bo'lsa, Allah yo'lida tikkan chidirning soyisi, Allah yo'lidagi mujohidga qilgan xizmat yoki quramiga yetgan bir to'gini Allah yo'lida sarf qilishdir. Bu hadis kishilarni mujohidlarga yordam berishga targ'ib qilgan bo'lib, soya tushadigan chidir tikib berish, Allah yo'lidagi mujohidga qilgan xizmat yoki mujohidga 3 yoshdan oshgan erkak to'gini tayyorlab berish bo'lsa, Allohning huzurida sadiqlarning eng afzali hisoblanadi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'azotga chiqmoqchi bo'lib, ey muhojir va ansorlar, sizlarning ichinglarda shundoq kishilar borki, ularning na mol-mulki, na urug' tuqqanlari yo'q. Shunga har biringlar ulardan 2 yoki 3 kishini o'ziga qo'shib olsin, dedi. Hech kim ulug'iga yolg'iz minalmaydi. Bir neçaylan bir uloqqa navbatlashib minatdi. Menmi o'zimga 2 yoki 3 kishini qo'shib olgan edim. O'z to'yimga faqat ularga o'xshash minish navbatim kelgandila minalaytdim. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu mundaq deydi: Allah yo'lida mangan hamrohlarimni uzitib chiqishim, ularning egar javdoqlarini tuzashtirib qo'yishim va ularning ot uloqlarini tayyorlab berishim men uchun 10 qitim nafli haj qilgandimni suyumlikroqdir. Bilal ibn Said mundaq deydi: Amir ibn Abduqaysni Rum zaminda qichir ustida jihad qilayotgan holatida ko'rgan kishilarni ko'rgan edim. U qichirga o'zining navbati kelganda minatdi va hamrohlarini navbatlashib mindiratdi. Amir ibn Abduqays g'azotga chiqqanda o'ziga jihatda birga bo'lgan hamroh izlaydi. Qachoniki muvofiq hamrohlarni ko'rsa, ularga: "Ey xaloyiq, men sizlar bilan jihatga chiqaman, lekin mening 3 shartim bor. Shuningga ko'nsanglar, men sizlar bilan jihad qilaman", deydi. Ular uningdan "Nima shart?" deb so'rasa, u: "Birinchi, men sizlarning xizmatkoringlar bo'laman. Hech kim mendan xizmatkorlikni talashmaydi. Ikkinchi, men sizlarning muazzininglar bo'laman. Hech kim azon tovlashni mendan talashmaydi. Uchinchi, toqatimning yetishicha sizlarga xayr ehson qilaman", deydi. Salaf solih radhiyallohu anhumlarning xislatlari mana shundaq edi. Ular jihadga chiqsa, hamrohlarning xizmatkori bo'lishga, toqatining yetishicha ularning ko'nglini xush qilishga, topgan narsalarini xayr ehson qilishga, agar topolmagan taqdirdimi amal bor ularni ta'sirlantirishga tirishadi. Ularning bunda qilishi Allohdan ajr umid qilib va roziligini talab qilganligi hamda u amallarning savobiga erisman bo'lganligi uchun edi. Abu Jahim ibn Huzayfa Adavi mundaq deydi: Men Yarmuk kuni tog'amning o'g'lini izlab jang maydoniga kirdim. Menda bir suv tulumi bor edi. Men agar u yaralangan bo'lsa, uningga ishkuzman dedim. Uni tepib yuzini sildim. Ondan uningga suv ichamsan desam, u "Ha" deb ishorat qildi. Tuyuqsiz bir kishining ingirgan ovozi anglandi. Tog'amning o'g'li uning qishig'i berishimga ishorat qildi. U Amir ibn As radhiyallohu anhu ning qarindishi Hisham ibn As radhiyallohu anhu ekan. Men uning qishig'iga kelib, suv ichamsan desam, so'zimni yana birisi anglab, "Ah" dedi. Hisham meni uning qishig'i berishimga ishorat qildi. Men uning qishig'iga kelishimga u shtumtut jon uzdi. Ondan Hishamning qishig'iga borsam, u mu jon uzibdi. Ondan tog'amning o'g'lining yoniga borsam, u mu jon uzibdi. Allah ularga rahmat qilsin. Qarindishim, ularga bir nazar tashlagan. Ular ana shunday hayot mamotlik daqiqalardami boshqalarning manfaatini o'z manfaatidan ortiq ko'radi.
o'zi suvga shunchalik tashna bo'lib turgandimi, keng qo'rsaqliq va o'zining hayotini taqdim qilish badaliga suvni boshqa qarindoshlarga o'tinib berdi. Ular ana shunda qurbonliqlari bilan Alloh roziligiga loyiq bo'lgan edi. Ey Alloh, bizni shularga ergashishni nasib qilgin. Amin. Mujohidlarni o'zitib qo'yish va ular bilan xo'shlashish. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qo'shini tayyorlab, ular bilan Baqiul G'arqat degan yergacha birga mangdi. Ondan ularga Allohning ismi bilan bismillah deb minglar. Ey Alloh, bularga yordam bergin, dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Shamga qo'shin avatib, Yazid ibn Abu Sufyan radhiyallohu anhu bilan birga mangdi. Yazid Abu Bakr radhiyallohu anhuga "Ya otga minib olgan" yoki "Men tushib mangaman" degan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu uningga "Sen otdan tushmagin, menmo otga minmay. Men Alloh yo'lidagi bu qadamim bilan ajr umid qilaman" dedi. Mujohid mundaq deydi: Bir qitim men g'azotga chiqqan vaqtda Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bizni uzitib qo'ydi. Xo'shlashadigan vaqtda u: "Menda sizlarga bergudak narsa yo'q, lekin men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning agar Allohga biror narsa omonat qo'yilsa, Alloh uni saqlab berdi" deganligini anglagan edim. Men sizlarning dininglar, omonatinglar va amalinglarning tuganchisini Allohga omonat qilib topshirdim, dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kishi o'z hamroyiga "Biz bilan mang, paloni g'ozni uzitib qo'yimiz" desa, Alloh taolo bu so'zni aytquchi va aytilg'uchiga xush muborak bo'lsin, dedi. Saib ibn Yazid radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Tabuk g'ozidan qaytganda biz uni kutib olish uchun kichik bolalar bilan birga Saniyatul Vado